Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar? Yaxshigina yuribsizlarmi? Mana bizani bugun 11-mart 2012 ekan. Mart qor yoqqan. Hamma o'simliklarning ustiga, podvalni qulflarini ham olib chiqdim. Uni ham ustiga yopdi. Endi bilmayman, anaqa bo'lib qolmasin. Sovurib ketmasin endi, shuncha o'simliklarimizni, daraxtlarni sovurmasin endi. Xudo ko'zi o'ng bo'lsin. Sizlarga ko'rsataman. Mana qulflarni olib chiqqandim. Podvalimdan kechasi qor yog'di. Mana bu ichida qulflarim anaqa bo'lib turishibdi. Nima deydi? Chumchuqcham yeb qo'yibdi. Qotib qolibdi qulflarim. Mana sovuqqa qotib qolgan. Qor tushib, gullarini ham ustiga tushib qotib qolgan. Mana bu yerga qalampircham bor edi, bosib turuvdi. Buni ham sovuq ketibdi. Limonim bor edi, ekib qo'ydim. Bu ham mana bu yerga palma daraxtni ham ochdim, havola isiganiga. Ustiga qor yog'di, bu ham shalqib qolibdi. Sovuq ketmasin. Qo'rim. Mana qo'yib ichirani. Tropический-ku. Qorga bilmadim, endi sovuq urib qolmasa bo'ldi. Ikkitasi qoldi. Mana hamma joy qor. Mana ustidan qor yog'ib qoldi. Sizlarga bunaqani ko'rsataman degandim. Bu yerga niyatam ham o'sib turibdi. Ko'rdinglarmi? Chiroyli hidlar chiqib ketadi unda qilsa. Choylarga qo'shib moxittalar qilamiz bu bilan. Shunaqa. Kuchugim mana. Bu kuchugimga bilasizlarmi nima qilganmiz? Tomi, давай к себе иди. Быстро. Bu anaqa kuchugim qishga bilasizlarmi qanday uyga yashaydilar? Topli poli bor kuchugimni. Mana ko'rdinglarmi? Mana topli pol qilganmiz. Mana yonib turibdi, hozir qaranglar. 31 gradus. Nельзя, Tomi. Mana 31 gradus ishlayapti. Ko'chaga sovuq qotib muzlab qolmasin deb topli pol qilganmiz kuchugimizga. Mana ichi. Подожди, Тома. Нельзя, отойди. Ko'rdinglarmi? Ой, nельзя. Ой. Uy, yopishveradi. Gilamchalari bor. Mavun ichiga mana edi. Topli poli bor. Nельзя, Tomi. Kishi bilan kishi topli polni ichiga yashadilar. Kuchugimiz. Да, Tomi? Иди к себе быстро. Нельзя. Нельзя. Иди, нельзя. Mana hozir 31 gradus. 30-31 gradus issiq ichi. Issiqqina ichi. Kishi bilan mana shunday yashadi kuchugimiz, ha? Tomi? Как принцga o'xshab. Да, Tomi? Tomi. Nельзя. Lamchalar to'shab qo'ydi o'g'lim. Yaxshi ko'radi shunday kuchugini. Mana topli poli. Ichi issiq. Быстро к себе, Тома. Иди к себе быстро. Да, вот так. Нельзя.
eshikni mana shunday qilib qo'yamiz. Bog'lab bo'lsa yuradi. Eshikda bor yotadi, чтобы borib yotmaslik uchun issiq xonasiga kirsin deb. Mana anaqasi kinoga qilib qo'ygandik, kinogani ham tishlab yirtib tashlabdi. Mana topib olib o'zapoy issiqqina yashayaptilar. Da, Tomi? Правильно? Mon sovug'i вообще qish yana qaytib keldi. Mana bu gullarim olma daraxtimni ochgandim bechorani. Bor yo'q, mana muzlab qolibdi, endi bilmayman. İşte muzlamasin deb qo'ygandim. O'rab. Endi qor yog'ib qoldi bechoraga. Hech narsa bo'lmasin endi. Ketsin bechora. Qo'ymadim. Qo'yib qo'yay. Qo'ychalar. İçeri yan şimdi korup yatıptı. Düşmeydi ya, koru yapışıp koyuyorum. Jasmin gülümden bir çora attı. Bunları alıp koyayım. Nasıl olmasın? Nasıl belki koptu ki bana o'tgan yili kuzda anaqa ekkandim piyozchasini, lolani. Bu bechorada ham qolib ketdi qorni tagiga. Lolalarim o'sib chiqyapti shu. Az qor bo'lib qoldi. Lola gül. Xrizantemamni o'rtasidan piyozchasini tiqib qo'yganda o'sib chiqibdi. O'tgan yil ko'rdim, lekin hozir qor yog'ib bilmadim, sovurib ketdi chog'im bilan. Mana Melarim turibdi bechoralar, qorga qolib ketdi. Qulupnaylarim bechora podvaldan olib chiqqanman. O'z bilgandim, esimdan chiqib qolibdi-da, qarabman. O'sib qolar. Ana gortenziyam o'sib qoldi. Bechorani ham ustidan qor yog'di. Chidamli oddiy o'smiradi. Mana shunaqa, xayr, hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.